Assalomu alaykum hurmatli aka-ukalar, ustozlar. Mana bizga Ozarbayjon tori ta'miriga keldi. Eski torlardan mana ko'rinishlariga ham o'zlaringiz baho bersangizlar. Bu tor hozirda Jizzaxlik bitta akamizni yaxshi kunlarga nasib qilsin yangi optilar bizga sразу ta'mirga jo'natishdi. Bu torga nima ishlar qilindi? Qoplab kompleksim qo'yildi. Dastaga Ozarbayjondan kelgan shu opliskalardan bog'lab, nima mayda-chuyda ishlar bo'lsa qilindi. Yangi xaraklar qo'yildi, shayton xaraklari ham boshqatdan qo'yilib, golovkasi lak urilib, o'zini oldingi shu yangidek holatiga keltirildi. Baribir eski torlarning ovozi ochilgan bo'ladi. Bu torimizni ham ovozi jarangli, yaxshi tor ekan. Mana ovozlarni ham chalib ko'rsatamiz. Hozir o'zlaringiz baho berasizlar. Like bosib qo'ysanglar, xudo xolasa xursand bo'lamiz. Xudo xolasa qaysi viloyatdan bo'lishidan qat'iy nazar ta'mirga bemalol tor jo'natsangizlar bo'ladi. Hozir Toshkentdan, Jizzaxdan, Samarqanddan, ko'p joylardan, Qashqadaryodan tor jo'natishyapti. Xudo xolasa chiroyli qilib narxlarni ham kelishtirib, ta'mirlab chiroyli qilib beramiz. Mana keyin yangi torimizni ham ovozlarini chalib ko'rsatamiz. Ikkalasini ovozini solishtirib ko'rsangizlar bo'ladi bemalol. Bu ham hali yangi yasalgan torimiz, Rossiyaga zakaz bilan yasalgan. Rossiyadagi akalarimiz zakaz qilishgan. Ana ovozlar.